Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Andijon tumani, Andijon oblast Oltinko'l tumani Xonnibog'i mahallasida yashayman. Mana bu ko'rib turgan balgalilar Lancia degan sorti bo'lishi, nimasi qizarishi hammasi zo'r. 25-martda ekilgan. Yerda endi sinovga berilganning hisobiga yerda o'rtacha sho'rlangan joyda ekilib sinovdan o'tkazilyapti bu narsa. Ozuqasiga kelsak, ozuqadan yaramellani dorilardan bir marta tagiga ko'milib, shu bilan ko'milmagan. Shu holatda shu natijaga yetib keldi. Balgarlar ekishi, sifati, hamma narsasi joyida ekan. Mana shu Lancia bolgarskimizni pishgan holati. Mana hozir endi buni taroziga qo'yib ko'ramiz holatini. 20-22 sm oralig'ida bo'lar ekan. Kattalik, uzunlik hisobiga. Endi mana hozir endi buni kilosini chiqaramiz endi. 264 gram bir donasi. Ekinsiz qo'yilyapti. 486 gram bo'lyapti. Bu degani yarim kilo meva degani. Endi biz hozir o'rtacha hisobida olib qo'yapmiz bu narsani. Bundan kattasi ham bor. Yeri sho'rlangan odamlarga tavsiya qilaveramiz bu narsani. Mana yerda sho'rlangan joyda ekilgan shu bolgarskimiz.